Bolamni qanday qilib gazeladan chiqarsam bo'ladi, chipslardan chiqarsam bo'ladi? Onalarning eng ko'p beradigan savoli, o'zi kim tarbiyalash kerak? Bolanimi yoki onanimi? Kimni oziq-ovqatini, yeyish madaniyatini to'g'irlash kerak? Chunki hozir bizda onalarda xolodilnikni bundoq ochasiz, hammasi o'sha kolbasa, sosiska mahsulotlari, pul fabrikatlar juda ham ko'p. Magazinga kiradi, birinchi olib beradigani bolasiga chips bilan chupa-chups yoki yana boshqa sokcha. Bolani pitaniyasida yoshlikdan nima berilsa, bola o'shani iste'mol qiladi. Oshqozonni xotirasi bo'lgani uchun, uni ta'mini eslab qolgani uchun qayta-qayta so'rab xarxasha qiladi. Shuning uchun bolani pitaniyasini to'g'irlamoqchi bo'lgan onalar birinchi o'zini yeyotgan ovqatini to'g'irlashi kerak. Shundagina bolasi o'zgarishi mumkin. Agar sotib olmasangiz, uyingizga olib kirmasangiz, bola uni qatdan ko'radi, qatdan oladi. Biz o'zimiz birinchi beramiz, dozasini oshirib borganimiz hisobiga xuddi narkotika o'rganganda shunaqa mahsulotlarga ko'p o'rganadi. Chunki uglevod xavfli emas. Bunaqa mahsulotlarni uglevodlar desak ham, tez uglevodlar, uni me'yorda bersa zarar qilmaydi. Me'yordan oshib ketishi biza biladigan gijjalarni olib keladi. Biza biladigan bolalar agressiv, aqliy salohiyati, bolasiga ertalab saska qovurib beradi, maktabdan 5 olishini kutadi. Aslida bunaqa mahsulotlar aqliy salohiyatni 20-30% gacha kamaytiradi. Bolaga sog'lom suv berishning o'rniga gazlilarga o'tirg'izgan, sokshalarga o'tirg'izgan. Undan ko'ra o'zingni ham pitaniyang to'g'irla, bolang shunda to'g'ri bo'ladi, degim keladi. Menimcha, birinchi onadan boshlash kerak.